bolaning qalbi orzularidagi katta dunyosidagi qo'pollik o'rtasidagi to'qnashuvni o'ta ta'sirchan tarzda yoritadi. Gap qaysi asar haqida ketayotganligini allaqachon anglagan bo'lsangiz kerak. Ha, o'sha mashhur Chingiz Aytmatovning Oq kema asari haqida to'xtalib o'tsak. Ye, axir bu oq kema-ku. Chingiz Aytmatovning Oq kema asari bu mashhur qirg'iz adabiyoti namunasi bo'lib, 1970-yillarda yozilgan va insoniyat, mehr-shafqat, bola ruhiyati hamda jamiyatning mas'uliyati haqida falsafiy hikoyadir. Asarning bosh qahramoni bir 7 yoshli bola. U onasi va otasidan ayrilgan, buvasi Orozqul va bildir gapchi Baytemir bilan tog'larda yashaydi. Bola hayotidagi yagona quvonch issiq ko'lga ketadigan oq kema haqidagi orzu va buvasi aytgan Maral ona haqidagi afsonalar. U olamni bolalik siyosida ideallashtirib ko'radi. Bola tabiatni o'ta pok ko'z bilan qabul qiladi. Lekin uning atrofidagi kattalar, Orozqul kabi qahramonlar, manfaatparast, qo'pol va nafsi quliga bo'lgan insonlar. Ular bolaning pok dunyosi bilan ziddiyatda turadi. Asardagi eng fojiaviy voqea Orozqulning Maralni o'ldirishi. Maral bilan ishongan afsona qahramoni poklik va ezgulik timsoli edi. Bu hodisa bolaning ichki dunyosidagi oxirgi umidni ham sindiradi. Natijada bola o'z orzusi oq kemaga borib qo'shilishi uchun qulfli qaror qabul qiladi. U suvga tushib ketadi va asar tragik nuqtada tugaydi. Bolalik, poklik va insoniyatning ma'naviy inqirozi, kattalar dunyosidagi shafqatsizlik va manfaatparastlik, tabiat va inson munosabatlari. Oq kema nafaqat bolalar haqida hikoya, balki kattalarda jamiyatda oldidagi mas'uliyatini talab qiladigan falsafiy asar. Aytmatov inson ruhiyatini shu qadar chuqur tasvirlaganki, asar hozirgacha o'quvchilarni o'ylantirib keladi. Ushbu adabiyot Quvasoy shahar axborot kutubxona markazining fondlarida mavjud bo'lib, siz aziz kitobxonlarga o'qish uchun tavsiya etamiz.